Bilasizmi bu nima? Bu Faberlic kompaniyasiga ishonib o'zini biznesini boshlagan va o'ziga albatta birinchi navbatda o'ziga ishongan ayollarni maqsad yo'lidagi kaliti, ya'ni ключ успеха. Va bu yana meni qo'limda. Faberlic kompaniyasi bizga biznesimizni boshlab va davomida juda ham o'zimizga bo'lgan ishonchimizni yana ham oshirishda har xil kichkina mini sovg'alar ham o'ylab topgan va buni qaranglar, qanaqa asalgina bu meni bo'lajak mashinam va yana uyimni kaliti. Xudo xohlasa, mana shu ключ успеха meni qo'limda. Buni yoniga sherik bo'lib, mashina va uyimni kaliti ham keladi. Keyingi kalit sizning qo'lingizda bo'lishini xohlaysizmi? Hoziroq bugundanoq shu videoni ko'rib, o'zingizga bo'lgan energiyangizni yana ham oshiring va ishlashda davom eting va maqsadingizda aniq va qaroringiz qat'iy bo'lsin. Shunda mana shunaqa kalit sizning ham qo'lingizda bo'ladi.